Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Ustaz Muhammed Yusuf'ның Allah'ның güzel isimleri namlıq əsrini diqqətinizə sunumuz. Yaqtırıb anlığaysızlar. At-Tawwab Allah Taala'nın bəndələrini tövbə qilishqa muvaffaq qılğuchi və tövbə qılğuchilarning tövbələrini nəhayət bək qəbul qılğuchi ekanligini ifadelaydigan ismidir. Er-Rab Allah Taala'nın həmminin ilgisi və həmmini idare qilib turğuchi, ne'matları və ata ihsanları bilan jimi məxluqatını pərviş qılğuchi ekanligini ifadelaydigan ismidir. Er-Rauf Allah Taala'nın bəndələrinə intayin rəhim şəfqətlik, tolumu kuyimcan və həmmədən bək mehriban ekanligini, mömin bəndələrə alayda şəfqət qılğuchi ekanligini ifadelaydigan ismidir. Zulcellali vel ikram. Zulcellali vel ikram Allah Taala'nın zatının, isim sübətlərinin, dininin və Allah Taala'ga özüge mensup qılğan həmmə nərsinin nəhayət müqəddəsliki və uluğluğunu, şundaqla Allah Taala'nın mömin bəndələrə özünün rəhmətini, məğfiretini və cənnətini inam qılğuchi ekanligini ifadelaydi. Zulcellali vel ikram degan bu isim İsmul Azam qatarda bayon qilingan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom bilan masjidda o'ltirdik. Bir odam: "Ey Allah, sening fazl karamingni tilayman. Haqiqatan bütün hamdu sanolar sana xosdir. Senden başqa haqiqiy iloh yo'qdir. Sen tolumu şefqatliksan. Nahayeti ata ihsan qılğuchisan. Osmonlarni ve ziminni en güzel şekilde yaratgan Xaliqsan. Ey azimatlik ve keremlik ilahim. Ey hamisha tirik bo'lguchi. Osmonlarning ve ziminning ishlarini idora qilib turguchi Rabbim. Senden hacetlerimni tilayman deb dua qilib Peygamber aleyhisselam bu vaqtda bu adam onu o'qib nima tilisi beriladigan ve dualar icabet bo'ladigan Ismul Azam bilan dua qildi dedi. Zuttavil Allah Taala'nın intayin köp ata ihsan qilguchi ekanligini ve bendelerine qanchalik köp bersimu xazinesi tugab qolmaydiganligini ifadelaydi. El-Gani Allah Taala'nın hammadan bihojat ekanligini, bendelerinin ibadetiga yoki tavbasiga muhtoj emas, aksicha hamma uningga muhtoj ekanligini ifadelaydigan ismidir. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Faqat Allah hammadan bihojat bo'lguchi va madiyaga loyiq zotdir degan oyat buni ifodalaydi. En-Nur Allah Taala'nın isimlaridan biri bo'lish bilan bir vaqtda uning sifatidir. Allah Taala osmonlarning, ziminning nuri, mo'minlarning qalbining nuridir. Bir hadisda mundaq kelgan: Allah'ның perdesi nurdur deb kelgan. Peygamber aleyhisselam mundaq deb dua qiladi: Ey Allah, dilimni oq qilgin, ko'zimni nurliq qilgin, quliqimni nurliq qilgin, o'ng va sol tarafimni nurliq qilgin, usti va osti tarafimni nurliq qilgin, oldi va keyni tarafimni nurliq qilgin ve bana ata qilgan nurungni katta qilgin. El-Hadi Allah Taala'nın bendelerine imanның yolunu
ikki olamlik baxtlik hayot kechirish usullarini, hayotlikning qonuniyatlarini ko'rsatguchi, hatto uchar qanot hayvon va barliq jonliqlarga yashash qonuniyatini, o'zini qo'g'dash yo'llarini o'rgatguchi, ularni o'zlariga manfaatlik ishlarga yetaklig'ichi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga Rabbing yetarlikdir degan oyat buni ta'kidlaydi. Al-Badi Alloh taolaning o'rnaksiz yaratquchi ekanligini, osmonlarni, zaminni va barcha koinotni birer namuna, birer o'rnakka hojat bo'lmasdan o'z hikmati va ilmi bilan yaratganligini ifodalaydigan ismidir. Al-Hafi Alloh taolaning mo'min bandalariga nihoyat bek ko'ngil bo'ladiganligini, ularga kutilmagan ahvoldimi yaxshilik qiladiganligini ifodalaydigan ismidir. Al-Hafi degan so'zning ma'nosi bek ko'ngil bo'lgichi deganlik bo'lib, Alloh taolo payg'ambarlarga va mo'min bandalariga nihoyat bek ko'ngil bo'lguchidir. To'limu mehribondir. Ularning beshiga qattiq kunlar kelib, sabablar ojiz kelganda Alloh taolo ularga darhol o'zining mehribonligini ko'rsatdi. Payg'ambar alayhisalom buni ifodalab, bayashotliq vaqtlaringda Allohni rozi qiladigan amallarni obdan qilgin. Beshinchi kun kelganda Alloh seni tashlab etmaydi deb ko'rsatgan. An-Nasir Alloh taolaning xohlagan bandalariga, xususan payg'ambarlarga va haqiqiy mo'minlarga nusrat ato qilguvchi, ularni toat ibodatga muvaffaq qilguvchi, ozg'unlikdan saqlaguvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. An-Nasir Alloh taolaning xohlagan bandalariga nihoyatda ko'p va hisobsiz nusrat ato qilguvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Rafi'ud darajat Alloh taolaning ism sifatlarining ulug'ligini, muqaddasligini, kamoli qudratining cheksizligini bildirgandek, Alloh taolaning solih bandalarining martabasini ko'tarib, ularni bu dunyoda baxt saodatlik bir hayotda yashatish bilan oxiratda bo'lsa jannatga va o'zining roziligiga erishtirish bilan mukofotlaydiganligini ifodalaydi. Al-Musta'an Alloh taolaning madad va yordam so'ralg'uchi va xohlagan bandalariga yordam berguchi birdan-bir madadkor ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Muhit Alloh taolaning ilmi, qudrati va hokimiyati bilan hammani qo'rshab turguchi, maxluqotning jimi ahvolini bilib turguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Alloh taolaning qo'rshab turishi ikki turlik bo'ladi. Biri umumiy qo'rshash bo'lib, kofir, musulmon, taqvo, fosiq hamma bandasini qo'rshab turguchi ekanligini, yana biri xos qo'rshash bo'lib, kofirlarning, zolimlarning va gunohkorlarning qilmishlaridan to'liq xabardor bo'lib turguchi ekanligini ifodalaydi. Al-Iloh Alloh taolaning e'tiqod va ibodat qilinishga haqliq bo'lgan yakki yagona ma'bud, barhaq ekanligini ifodalaydigan ismi bo'lib, La ilaha illalloh degan shahodat kalimasida o'z ifodasini topgan. Al-Varis Alloh taolaning hamma narsa fanilikqa yuz tutgan va butun mavjudot yo'qolgandan keyinmi davomliq mavjud bo'lib turguchi va hammaga ig'dorchilik qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir.
Varislik insonlarga nisbatan mol-mulkning bir shaxsdan yana bir shaxsga yo'tkilishini ifodalaydi. Ammo Alloh taologa nisbatan uning hamma narsa yo'qolgandan keyinmi hammaga ega ekanligini ifodalaydi. Chunki hamma ketib bo'lgandan keyin qolg'uchi varisdir. Zul-fazl Allah Taala'nın nihayeti köp ata ihsan qilg'uchi va xohlagan bandisiga oshirib berguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Zulme arij Allah Taala'nın intayin yuqori mertebelik ekanligini, uningga bandalarning amallari va mo'minlarning jonlarining o'rlaydiganligini ifodalaydigan ismidir. Yaxshi so'z Allah'ın dergahıga örleydi. Yaxşı amel onu kötürdü. Diyen ayet bunu ifadelaydı. El-Mennan. Allah Taala'nın El-Mennan diyen ismi hadiste kelgen bulup, Enes İbn Malik raziyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhisselam bilen mescitte oturattık. Bir adam, yani ey Allah, senin fazil keremini tileymen. Hakikaten bütün hamdu sanalar sana xasdır. Senden başka mabud berhak yoktur. Sen tolumuş şefkatliksen. Nihayeti ata ihsan kılgıçsen. Asmanlarını ve ziminni en güzel şekilde yaratkan Halık sen. İyi azmetlik ve keremlik ilahim. İyi hemişe tirik bolğuchi. Asmanlarının ve ziminin işlerini idare kılıp turğuchi Rabbim. Senden hacetlerimni tileymen. Dep dua kılıvatatdi. Peygamber aleyhisselam bu vakitte bu adam onu okup nimi tilisi beriladigan ve dualar icabet boludigan ismi azam bilen dua kıldı dedi. El-Mennan Allah Taala'nın bendilerge nihayeti köp ata ihsan kılgıcı, köplep nimet bergücü, keremlik zat ekanligini ifadelaydigan ismidir. Et-Tayyib. Allah Taala'nın Et-Tayyib degan ismi sahih hadiste kelgen bulup, Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Allah paktur. O pak bolğanlıla qabul qılıdı. Et-Tayyib Allah Taala'nın her qandaq ayib ve nuqsandan xali ve pak ekanligini, qalbi pak, niyeti to'g'ri ve tapqanları halaldan bolğan kishilarning ibadet ve dualarını qabul qilg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Vitr. Allah Taala'nın El-Vitr degan ismi sahih hadiste kelgen bulup, Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Ey Kur'an ehli, vitr namazını okunlar. Allah taktır, yani cübdü yok. O tak ibadetlerini yaxşı görüdür. Mesela 5 vakt namaz, tavaf, sa'i, şeytanga atıdığan taş qatarlıqlarının hemmisi cüb emes taktır. El-Vitr Allah Taala'nın şeriki, yaki yardımcısı, yaki balısı veya ki o'xshishi bo'lmagan yakki yegane zat ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Muqaddim, El-Muaxir. Allah Taala'nın El-Muqaddim, El-Muaxir degan ismlari sahih hadiste kelgan bo'lib, Peygamber aleyhisselam mundaq dua qiladi. Ey Allah, ilgiri qilgan ve keyin qilgan, oshkor qilgan ve yo'shirin qilgan jimi gunohlarimni mag'firat qilgin. Sening boshlanishing yo'q. Sen manguliksan. Senden başka haqiqiy iloh yo'qdir. El-Muqaddim, El-Muaxir. Allah Taala'nın xalıgan işini aldığa, xalıgan işini keyniga qo'yg'uchi, xalıgan işini aldı bilen ve xalıgan işini
kechiktirib qilg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismlardir. El-Hayy. Allah Taola'nın El-Hayy degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allah hayoliqdir, yo'g'igichidir. Hayoni va yo'gashni yaxshi ko'rdi. Sizlar g'usl qilganda o'zinglarga parda tortinglar. Yana bir hadisda Allah hayoliqdir, sehidir. Birov ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, uni quruq qo'l qaytirishdan hayo qiladi deb kelgan. El-Hayy Allah Taola'nın özünün katta maqamiga loyiq ravishda hayoliq ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Jamil Allah Taola'nın El-Jamil degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ya'ni Allah haqiqatan go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'rdi deb ko'rsatgan. El-Jamil Allah Taola'nın zatida, ism sifatlarida nihayat go'zal ekanligini va barcha go'zallik uningdan kelganligini ifodalaydigan ismidir. Es-Sittir Allah Taola'nın Es-Sittir degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allah hayoliqdir, yo'g'igichidir. Hayoni va yo'gashni yaxshi ko'rdi. Sizlar g'usl qilganda o'zinglarga parda tortinglar. Es-Sittir Allah Taola'nın bandalarining ayiblarini, xatoliklarni, gunohlarini yo'g'igichi. Ularni insanlar orasida rasvo bo'lishdan saqlovchi va boshqalarning ayiblarini yo'g'iganlarni do'st tutquchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Javvad Allah Taola'nın El-Javvad degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allah sehidir, sehiylikni yaxshi ko'rdi, go'zal axloqni yaxshi ko'rdi, past axloqlarni yomon ko'rdi. El-Javvad Allah Taola'nın barcha maxluqotga nihoyatda ko'p ata ihson qiladigan, bandalarga hisobsiz rizq beradigan sehi, karamlik zot ekanligini ifodalaydigan ismidir. Allah Taolo haqiqatan sehi zot bo'lib, kimga qanchalik va qandoq beradiganligini o'z hikmatiga asosan belgilaydi. El-Javvad degan so'z her ishni mukammal qilguvchi, so'zi, axloqi va ishlari eng mukammal degan ma'noni ifodalaydi. El-Muiti degan bu ism sahih hadisda kelgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allah kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda olim qiladi. Men faqat taqsim qilguvchiman. Allah bo'lsa berguchidir. Bu ummatdan bir toifa kishilar oxirigacha Allohning dinida mustahkam turadi. Qarshi turg'uvchilar ularga ziyon yetkazolmaydi. El-Muiti Allah Taola'nın barcha maxluqotiga ne'mat ato qilguvchi, xohlagan bandasiga yaxshilik xazinalaridan hisobsiz berguchi, duo qilgan bandalarga tilaganlarini berguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Muhsin Allah Taola'nın El-Muhsin degan ismi sahih hadisda kelgan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: hukm qilsanglar adil bo'linglar, mal bo'g'izlaganda yaxshi bo'g'izlanglar, chunki Allah mukammal ish qilguchidir. U mukammal ish qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. El-Muhsin Allah Taola'nın zatida, ism sifatlarida va barliq ishlarida eng mukammal ekanligini va her ishni mukammal darajada qilguvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir.
Mikrofon oldida Qaraxon.